Pardon, Mishada, nima ismingizni aytib, aningizga savolingni so'rasangiz bo'ldi, rahmat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mehmet To'xtaxonda avvallar. Men Gollandiyadan Abdurim G'ani. Yaxshi suhbat bo'ldi. Men o'zimniki bir suhbat kirib bir fikrimni savolni o'tirib qo'yay deb telefon qildim. Men hozirgacha har xil shakldagi har xil turli jidal majra aralashmay keldim. Masalan, uluschilik Uyg'uriston jidali bo'lsin, independent people мәселен дегенек әр xil bundaylıqqa bir-birisiga qarshi bo'lgan munozara qatnashmay faqat kuzatib keldim. Ba'zi masalalarga o'zimniki bir tanqidiy fikrlarimni bir kuzatib sifatida o'tirib qo'yib keldim. Faqat men o'sha Sharqiy Turkistondagi besilgan zimni ekanlik oid maxfiy hujjatni oshkorlab buning bu hujjat ko'tarib chiqishga bektirishdim. Men buningga Muştan diken hakem Nurgullah dedi sen kurultaya karşı kurultaya ölçmeli kıvatsa o bu da ben kurultaya karşı mez kurultaya ölçmememez. Ben bir Uygur'un bir milletçiler sütüm bile Uygur'un kurgan teşkilatıga karşı olsa bu benim bir vicdanıma gururuma xilaf. Şuna kurultayın faaliyetlerini kollayım. Hazır mı kollayım? Faaliyet kalsam çakırsam var ben. Yani ben demekçi oğlum hem de Ömer Kötken'in sızdımı şu mehbi hüccet akırgıles olga neh meydan ufun kısım siz bunu inkar kıldınız bunda bir hüccet yok dedi. Bunu kurultayın hem yetti rehberler hemiz inkar kıldı. Ben bunu delil ispatla oturup koydum. Erkin Alip'teki akımızdan bir kötüyüm çırayla şekilde küresem bu akımızı inkar kıldı. İnkar kıldı hemisiga ben üstteki İsa Yusuf Alip'teki yazgan kitaptaki 500. betteki delil ispatını oturup koydum. Koygandıkken bu akımız ben bir kürep ben haberini bireydi de hani arlık yaratmışsam ben cevabını vermeden bir yokap kettim. Ötkende bunu ben kurulta çıkıp yığın içilişten ilgiri ben bu hüccetinki sürüşünü yanına kılıp Dünya Uygur Kurultayı'nınki tepkiş başlığı Abdülhakim İdris Kımız'dan oturup koysam buldunuz tekşirip sana cevap verimiz koyalım degende çok kötü cevabı bulmadı. Hani akırma Kurultayı'nınki halk vekillik demiştim vazgeçip ettim bu inik nesliğe bunun yalgancı olmaydı. Anıkeyinde ben Gollandiya'dan maksus kurultayınki nimsiga çekişilgan jığınıga bağlan bir qerimdişimiz vardı. Tosuncan havalı kıldım. Biz jığınıga bağında İsa Yusuf Altekin'den muşta bir sorap erkin Altekin'den muş mahfi hüccet hakkırkini dep hadisini yazgan kitap yazdım. Şu balığı ben WhatsApp evet vermiş köstüp aşk akımızda muş doğrusu nemireyken bir sorap sen bunu dep Tosunca bir görüş yaptık ki Kürese erkin alıp tekin biz depto bu hüccet var. Lekin bu bala bu hüccet kirişi oldu. Bu hüccet bu balığa birişki bulmaydı. Bunun da bu mühim nurgun hüccetler var karı sandıkta. Bunu biz bir gün açmayız. Açsak yani bu balığı beğenmeyiz bu neslernikine. Lekin bunu etişlikki bir vakt saat eme. Vakt saat kelgende bizi içip bunu dünya aşkarlaymayız dep bu gapni evet tuttu. Hem bunun avazı var. Hem de olsa bana beğenmişse doğru. Bana bir doğanға ben bir xaradaki teşkilat emas. Olmagan diken bana beğenmişse doğru onun neslikine. Lekin Dünya Uygur Kurultayıga biriş gerek. Benim bu yerkemde Dünya Uygur Kurultayı diyen iki rehberli oturuptu. Ömerkan akımız bile icra komitinin reisinden kanun komitinin reisi Mehmet Tokakiv oturuptu. İsa Yusuf akımız depto Tosuncan'a bu hüccetini ben var depto. Lekin hazır aşkarlamaydı iken. Bundasa erkin akımızdan yaşadı 80 yaş geçip gitti. Allah ömrünü uzun kılsın. Ölüm yetindeki Ahmet'den abişlik var. Tuyuqsı vapat okuyup kap kalsa uçakta bu karısandığı biz kimden sürüş çıkılımız. Bu mehbi hüccetlerini şundan başka bundan yani nurgulga hüccetler var ki bu hüccetlerimiz kimden sürüş çıkarımız? O karısandık nerede? Kim bizi kaytırıp bu karısandık ne? Bu bir mesele. Şu başka biz Xitay'daki hukukumuzunu alamayız. Xitay tümünümüz alamız dişine ilgili evvel hazır hayat vaktindeki kuldu ba Şarkı Türkistan'daki devlet menfaat münasebetlik olan hüccetlerini yığıp şulan tədqiq etsak buludu bu nesnekine. Şu an demekçi bu okudum. Çıkan oturup size bunun kurultayının kütüdüğünü Hakasınlı ne ben bununla yana deydiğim fikrim erkin Alip'in akımızdan kürüşüp şu karı sandıktan nemeler var. Nemeler var. Şu tizimler o nasıl kurultay bir ötküzü varsa o nasıl manam dersi kim beğensin manda hüccet ne maçıcanın maçıcıkı ne ben ya Dolkun İsa'ya beğendim ya Ömer Kanat'a beğendim ya Mehmet Koktuk'a beğendim manda adam şahit de bu ne bir notur kıldırıp bu neslikine bir koysa. Öyle bir günde
Bunu biz esqatqa vaqtı biz kimden alamiz bu narsalarni demoqchi bo'lgan narsam bu meniki. Chunki bunga men eng oxirida javob ola olsam oldim. Yana bunga javob olamay, yana qilib qolsam men Uyg'urlarga buni davomli murojaat qilaman. Men u savol so'rab, uning javobini buni qilgan uchun qoyil qilmagandan keyin pulimiz bor. Ma başqa bir cavab bersin bulanda. Ya tamam. Ya rahmat. Hamma o'lchamaydi, to'g'ri. To'g'ri, o'sha nimaga nayt ko'ngil bo'lib degandek qanchalik vaqt bo'ldi o'sha nimaning oqida yurdi bu qarindishimiz. Biz men inkor qilmadim, lekin men dedimki men ko'midim dedim. Shuni deb qo'yay. Bu nima bor bo'lishi mumkin, men bu nima yo'q degan gapni qilmadim. Bunda bir nima men ko'midim. Iso Efendimninki yenida ishildim, lekin balki men ko'mganligimning sababi balki men Xitoycha bilmayman birinchisi, bu hujjat Xitoycha ekan. Shunda deyildi-ku Xitoycha hujjat deb. Men buni men ko'midim, bo'lishi mumkin, men ko'midim dedim. Boshqalar ham shunda degan bo'lishi mumkin, chunki biz o bilmagan nimani yo'q bunda nima yo'q delanmaymiz. Erkin Alptekin efendimninki unda degandan xabarimiz bo'lmadi. Albatta shunda degan bo'lsa, biz naytı bir yig'in ichib, buni men sizga mishada va'da beraman. Cho'qim bizninki raislar yig'inida bu masalani o'tirib qo'yib, Erkin kam shunda debdi, buning nurg'un hujjatlar nimalar borki, agar bo'lsa buni o'zi bor degandiki, buni e'lon qilish kerak, yo bo'lmasa Dunyo Uyg'ur qurultayiga buni taslim qilish kerak deymiz. Chunki vaqt nimaga bizninki nayt ehtiyojimiz bor hozir. Bayan Mehmet To'xta efendimi deb o'tdi. Biz hozir birinchi bo'lib butun Uyg'ur tarixchilarini yig'dik, Uyg'ur mutaxassislarni yig'dik. Xo'sh, biz Sharq Turkistonninki zamin davosini qilamiz. Buni mustaqil qilish uchun Sharq Turkistonning mustaqillik nimasiga erishish uchun nurg'un yo'llar bor bosilgan. Qonuniy asoslari bo'lishi kerak. Bu qonuniy asoslarini tiklash uchun qo'limizda hujjatlar bo'lishi kerak. Qaysi qonuniy asosga qarab mangsak Sharq Turkistonning mustaqilligini tezdan qo'lga keltira olamiz deb tarixchilar bilan kurashdik. Mushunda hujjatlarni aslida biz yig'dik. Nurg'unlagan tarixiy hujjatlarni Sharq Turkistonninki bisilingan bir zamin bo'lganligini isbotlash uchun. Bu hujjatlarning hammasini Bayan Mehmet To'xta efendimi degandek bir xalqaro advokatlar guruhiga berdik. Bu xalqaro advokatlar guruhi bizga nihoyat oz pul bilan xizmat qilyotdi. Shunda bo'lsa-mu $60,000 pulni shuningga xarjladik. Yaqinda bir yig'in ochdik. Ular mushu Sharq Turkistonninki bisilingan zamin bo'lganligiga oid butun hujjatlarni yig'gan hujjatlarini qaysinin bilan mangsa buni texmi yaxshi bir isbotlash imkonining bo'lganligini biz bilan paylaştı o fikirlerini. Demek ki bununla bizning bunda hujjatlarga nayt ehtiyojimiz var. Eğer Erkin Alptekin'de bunda bir hujjat mende bor degan bo'lsa, o cho'qim bizga berish kerak. Cho'qim şu mutaxassislar guruhiga bu Sharq Turkistonninki bisilingan zaminligini isbotlash uchun hozir ishlayotgan xalqaro huquqchilar guruhiga buni biz ep berimiz, o berish kerak. Buni biz sizga shu va'da beraman dedim. Bizniki raislar guruhida bu masalani muzokara qilamiz. Men bir ikki qiz fikr qatnashtiray. Ömer Kanat efendimning degani to'g'ri, biz bu qurultayning qurilishidan boshlab hozirgacha 17 yil vaqt o'tdi. Erkin Alptekin bizning tunji qatimliq raisimiz saylangan. Men hozirgacha shu da'voga aralish jarayonida Iso Yusuf Alptekin rahmatlik bilan mo'jiz ko'rishgan suhbatlarda bo'lgan oq sanduq, qora sanduq, yeşil sanduq ona gapni anglab boqmadim. Endi agar undaq bir sanduq yoshirilgan bo'lsa, bu Iso Yusuf Alptekin rahmatlik tarafidan yoshirilib, Erkin Alptekin vatanparvar odam, hayotini shu da'voga atagan odam. Iso Yusuf Alptekin haqida men vatandan chiqishdan burun shu vatanda bo'lgan tashviqotlarning nimasida ta'sirida menmi yaxshi ko'z qarash bilan qaramatdim. Alloh bilganni bandadan yo'sho'ganning nimasi yo'q. Bular shu vatanni tashlab, shu qichib ketgan debchi. Shundaq bilan batdi vatanda tashviqot. Men chiqdim, Turkiyaga bordim, ko'rashdim. Ishni bu rahmatli odamning o'zidimi bu davoni anglash nimasiga muyassar bo'ldim. Jiq suhbatlarda bo'ldik degandek. Ama bu adamning ichidan urg'ib
bir vatanparvarlik, bir vatan uchun nimani bag'ishlagan bir ruhni men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Yana birisi bu marhum Isa Yusuf Altib bilan billa qadamma qadam tug'an ikkinchi bir odam bor, biz unutib qolsak, Mehmet İmam Buğra rahmatli. Agar bu yerda İsa Yusuf Altib'in efendimning ba'zi gumonlarimiz olsa, Mehmet İmam Buğra efendim vatani uchun ikki qarindishini shahid qilgan. Xotanda amirlik qilgan. 1930-yildagi Cumhuriyetning qurilishiga ta yangisagacha kelgan inqilobchi odam. Bu odamlarning vatanning mustaqilligini xilab keladigan yoki undaq bir hujjatlar bo'lsa, uni yoshirib, uniga men ehtimol bermayman. Deganimdek, hozirgacha men undan narsani tushirib boqmadim, yo anglab boqmadim. Agar shunday narsa bo'lsa, bayat Ömer efendim dedi, hozirgacha qurultay $60,000 pul xarjlab bo'ldi. Ba'zi atalg'ular bizga shunday qulay. Masalan, besvelingan zaman, mustamlika, u bu. Buning bizning tilimizda ishlatgan iste'mol ma'nosi bilan qonundagi atalg'uga o'xshamaydi. Bu Sharqiy Turkiston mustaqilligi qaysi so'z, qaysi qonuniy atalg'u eng muvofiq keldi? Qaysi qonuniy atalg'udan Sharqiy Turkiston xalqining mustaqillik orzusi to'liq gavdlangan holda o'sha amalga oshadi, buning qonun asoslarini tiklashga yordam ber deganda, masalan, İngilizce nurg'un so'zlar ishlatamiz. Qonuniy occupation deymiz, conquest deymiz, foreign subjugation deymiz, foreign domination deymiz, ananikin colonization, hammasi o'sha ishg'ol qilishga munosabatli narsalar. Ammo qonun tilidagi buning beradigan ma'nosi o'xshamaydi. Agar bir davlatning ishg'oli uzun muddat bo'lib kelsa, colonization mustamlika kiradi. Mustamlika millatlarni mustaqilligini garantiyasiga qilgan xalqaro qonunlar bor. Mushuning asosini tiklash uchun bu qarindoshlarimiz necha vaqtdan beri bir yerli xalqlarni talash tortish bilan bo'lgan mezgilda biz nima bilan aldirash deganda $60,000 pul xarjlanib bo'ldi. Yana bir $40,000 yaqin pul xarjlab 3-4 oyda Sharqiy Turkiston mustaqilligining qonuniy asosi tiklandi. Kanadada 6 advokat ishlayotdi. Qonun guruhlari. Yana siyosiy maslahatchilar bilan o'sha kelar hafta o'sha burun ministr bo'lgan, ministr yordamchisi bo'lgan, nayta dangliq siyosatshunoslar, professorlar mushlar bilan qonuniy maslahat guruhi shakllanib, bu kelar hafta rasmiy e'lon qilinadi. Mushu bo'layotgan ishlar va bu kundalik talash tortish bilan bu shuni qilolmaydi. Shuning uchun qarindoshlarimizning qo'lida belgi bo'lsa, biz tarixchilarga murojaat qildik, shu xalqaro qonun guruhiga hamkorlashinglar deb. Ko'nglim yerim oldi, shuni ifoda qilishim kerak. Tarixchilarimizning jiqnasi chiqmadi. Andamanda material chiqdi, jiqnasi chiqmadi, umidsizlandi. Bo'lmasa bunda so'zalmadi bu. Qarasak nayta gapni cho'ng qilamiz, ammo belga, hujjat nimasi kelganda jiqnasi chiqmadi. O'rta Osiyodan tarixchilarimiz va Rossiyani arxivida u va bu va dedik, Yaponiyani arxivida Tayvan dedik va hammaga murojaat qilib, bizning kuchimiz yetmasa kuchaytiradigan xalqaro mutaxassislarni ish qilib, shu $60,000 pul xarjlanib bo'ldi. Bu quruq gap bilan bo'lmaydi. Sharqiy Turkiston da'vosi bundan keyin ko'chalardagi namoyish bu ishning eng oddiy, eng kichik, eng bo'lmasa bo'lmaydigan qismi. Norozilikning ifodalanishi. Ammo buni qonuniy siyosiy asosga o'rtog'izib Sharqiy Turkiston davosini qonuniy jihatdan ham siyosiy jihatdan Xitoyni siqishtirib, shu mustaqillik huquqini oldigan bu kurashda hamda bizga shunday mutaxassislar, shunday belgilar kimdan bo'lsa bo'lsin. Bu narsa bizga lozim. Shunlashqa qarindoshlarning mandaq narsalarga diqqatni chetishi mencha qanchalik to'g'ri buni ben bilmayman. Agar shunda u bo'lsa cho'qim buni oshkorlash kerak. Qurultay ijro komiteti raisi dedi, buni surishtiramiz deb qurultay raisiga chaqirganmiz bo'lsin Germaniyada. Mayli qanday rangli sandiq bo'lsin, bo'lsin. Sharqiy Turkiston buni taqdirga munosabat nima bo'lsa, bu shaxsning mulki emas, millatning mulki, da'voning mulki. Shunlashqa shuni nima qilib berish kerak. Hozir uning ehtiyojimiz bor. Endi qarindoshlarni nima qilganimiz, buni shunday bir talash nuqtasiga aylantirib, xalqning mengisini qaytib turg'avishligicha bu qurultayning ishga qismida buni nima qilsam, men ham yaxshi natijaga og'ildi deb qarayman. Xo'sh. Herhalde bu sualın davamı var. Abay degandek, qarindoshlar bir yig'inchoqlab bir savol so'rasanlar rahmat. Davom qiling. Endi hozir men ikkalamniki gapini oldim, rahmat bergan javobiga. Mehmet To'xta efendim dedi, Ömer Xatap hakimimiz derişik dese biz paranlaştık, bunda bir iş bo'lganmiz bizga deyapti deb. Belki bu shunday tema to'g'risida paranglashgan bo'lishi mumkin va yoki paranglashmagan bo'lishi mumkin.
Yani bizim anda bir iş var. İlgili bizim dava beşliklerdeki iş izleri yazılgan kitaplarını okumayı durup, ularının kanda dava kanallıklarını biz bilemiyoruz. Onu kanda mehbiyette kanda nasıl yazılganlar. Hazır Mehmet Doktor Efendim dedi, ben ondan nasıl kürep bakmagan, karasandık anlap bakmagan mehbiyetini bilmeydiken ben de. Ondan Mehmet Doktor Efendim İsa Yusuf Altekin'in ki erkeklerden iş izleri nahit yaxşı bilir ki onun yazgan kitabını okuyup bektikken İsa Yusuf Altekin yazgan kitabının ki Esir Doğultu'nun kitabının 501. betin hiç baksın. Aşağı nahit yaxşı bu doğrusu İsa Yusuf Altekin şunda bu doğrusu ispat vergen. Aşağı hüccetin bağlılığını Allah halisa bunu ben neşir kıldırıp takdimen de üstündeki iradesi mi kitabı bildiğen bu neslikine. Bunun ne diyeceğim erkek bununla bundan başka Ömer Kol Türkiye'deki İsa Yusuf Altekin vehbini kurgucusu. Şunu gibi telefon kılıp Nehmeden sorsak bunu deyip bunda hüccet kitaplıkta bu nasıl yenik yazılgan. Bu Uygurlar demişim kitap okumayı istersinler deydi. Bu İsa Yusuf Altekin'in ki biz çıkan Esir Doğultu'nun kitap Uygurca tercüme kılınış gerek. Dava beşik edenlerin hemimiz bu kitap okup çıkış gerek. Baş kitapınki de benim çok izleyip bu Şarkı Türkistanlıklarının ki cümlede Uygurlarının ki bir hakkı deydi. Bu İsa Yusuf Altekin demiş ki beğenmeyen bu gayet millet ki onu ben bilmeyim mi? Bu karasandıkta badet ama anladım şu karasandık ayağı diken nerede bu çok tepiş gerek dedim de. Hazır Mehmet Doktor Efendim deydi. Onda önce dokuz biz andaktı mandak geldim burma şey yoğla beklet. Çıkıp etkanda karasandık ba yok emez. Onu İsa Erkin Altekin depto Türkiye'deki karının uydu bakken. Üzüm bir cemiyetininkine. Şununla darısı varsıkış hukukunu birip diken. Ondas varsıkış hukukunu bilen günken dünya Uygur ötküzep bir gerek onu aslında için. Ki İsa Yusuf Altekin'in şahsi ziminin davası olan bolsa bu bizim ayrı meselede. Ya Şarkı Türkistan'ın davası olan bunu millet gibi bir gerek. Ne var bulmasa İsa Erkin Altekin ekranda çıksın. Abdurrahim aka nima? Bana el kılaydık. Hemşe başka sualınız var mı? Ma birinci ikinci sualım var. İkinci sualı 2018 yıl 2019 yılı 10. ayınki 11. ayda mı şu Belgiyada Dünya Uygur Kurultayı'nınki rehberliğinde Belgiyada bir yığın açıldı. Yani Uygur yaşlarını terbiyeleş kursu şu kursuga ben bağlan kurultay teklifkan bunun merhametini bildirmen şu Dolqın İsa hakimizde Ömer Khan hakimizde ayrımen paranlaşkan biraz saatlik paranlaşık Ömer Khan'ın ait isi var. Bular meni qılatqan faaliyetler yüksek bahalarını bergen men bu kurultayınki faaliyetini izchil qo'llab bir qanday faaliyet ovoz qatını bildirib Amsterdam Dam meydanında dünyanın her qaysi yerinden kelgan sayyohlarga qo'l qo'ydirib kelayotgan jazolarni taqash shaklida narsa ko'rsatgan. Bunu Dünya Uygur Kurulu'nun reisi Dolqın İsa hakimiz o'zi ko'rib, aşağıdaki xatoliklarni tuzib mushbat etpasan bo'ladi. Mana bu narsani vaqti kelganda biz Birleşken Milletler Teşkilatı bilan Avrupa İttifaqı Oliy Komitetiga buni birlik sunayli debdi. Sunsang bo'ladi. Men hammani tayyorlab beraman. Bu narsa meniki emas, qurultayning nomida bo'lsin deb shunda Mehmeydan so'yapsizmi? Dolqın İsa hakimiz telefon qilib, o'zini qo'llaydi qolgan bildigan. Ammo men buni necha ming imzo qo'ydirib, tayyorlab BDT'dan Avrupa İttifaqı evet bir vaqtida qurultayga desam, hech kimni buni tinishmadi. Dastlabki mana shu qo'llagan shu Amerikaning qo'lliq tasdigini. Ya'ni bugun kuni kelgan mana shu to'rlarni men yozdim. Yozishim hargiz qurultayga qarshi bir narsa emas. Lekin qurultayga bunipillikqa aktivistlarning faoliyatlarini qo'llab men qayta ta'kidlay rahmat savolni so'rayman. Amerika buni javob berdi. Buni surishni qilib berishni so'rayman meniki bu gapim tugidamda. Rahmat sizga. Bo'ldi, rahmat. Men uninki cho'qim surishni qilma. O sizning qo'lingizdagi hozir demak sizning qo'lingizda shu lagerga qamalganlarninki tizimligi bor. Shu tizimlikni Dunyo Uyg'ur Qurultayi Birlashgan Davlatlarga buni akirimiz degan yetkazib beramiz degan shuni yetkazmadi demoqchi bo'lyapsiz. Nima men uchratganda qayta olaymi? Qurultaynikilar Tamam. Bizga telefon qilma. Ma'qul.